U kishiga qarab, "Hazrat, qovunlarda ham maza qolmabdi. Bu dasturxondagi qovun buncha bemaza. Buning boisi ne?" dedi. Tesha bobo unga tabassum bilan qarab, "Taqsir, o'zimiz ham bemazada. Namoz o'qimasak, ro'za tutmasak, halol haromni farqiga bormasak, Alloh taolo qanday qilib bizga shirin qovunlarni nasib etsin" deb javobini qisqa qildilar. Bu voqeadan 4-5 yil o'tib, shu xonadonda yana xatmi Qur'on qilindi. O'sha odamlar yig'ildilar. Taomdan keyin qo'yilgan qovun juda shirin edi. Tesha bobo o'tgan gal savol bergan odamga qarab, "Taqsir, ana endi shirin bo'ldik. Qovunlar ham shirin bo'ldi. Mustaqillik sharofati bilan masjidlar qurilmoqda, namozxonlar, ro'zadorlar ko'paydi. Shu bois Alloh mana shunday taomlar va shirin qovunlar bilan bizni mehmon qilmoqda" dedilar. Bir kun Tesha boboning uylariga bir mehmon keldi, boshqa viloyatdan, badavlat, savlatli yigit. Tesha boboning siymolari, siyrat va suratlari juda go'zal edi. U kishini o'sha ko'rgan odam ibodatga qalbi moyil bo'lardi. Tesha bobomizdan mana shu xislat bor edi va o'sha yigit kelib Tesha bobomizdan fayz olgandan keyin, "Ey Hazrat bobojon, menga ish buyuring, biron ish xizmat bo'lsa qilay" deganda, Tesha bobomiz aytdi, "Yo'q, rahmat, hamma ish joyida, rahmat, sog' bo'ling" deganda, "Yo'q, ayting, men nima xizmat bo'lsa qilaman, nima ish qilasiz? Hamma ish qo'limdan keladi" dedilar. Undagi